Tasavvur qiling. Butun boshli yo'lovchi samolyot halokatga uchrasa, bu dunyoda fojia sifatida qabul qilinadi. Xo'sh, siz o'rtacha kattalikdagi samolyotga necha kishi sig'adi deb o'ylaysiz? Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining hisobotiga ko'ra, har yili 500 mingdan ortiq kishi narkotik vositalarga bog'liqlik tufayli bevaqt ko'z yumadi. Faqat bir yil ichida ularning teng yarmi 25 yoshdan kichik. Xo'sh, 500 ming odamning halok bo'lishi uchun nechta samolyot qulashi kerak? Bu raqamlar shunchaki statistika emas. Bu erta o'chgan taqdirlar, faryod chekkan onalar, erishilmagan orzulardir. Ularning har birining ortida bir hayot turibdi. Giyohvandlik bu faqat jinoyatchilar muammosi emas. Bu ko'chadagi bir o'smir, ehtimol sizning tanishingiz, hattoki o'zingiz tanlamagan holda duch kelgan og'ir dard bo'lishi mumkin. Ko'pchilik bu yo'lga bosim, yolg'izlik, qiziqish yoki bir marta hech nima qilmaydi degan oddiy o'y bilan kirishi mumkin. Lekin o'sha bir marta butun umrga yetarli bo'lishi mumkin. Yoshlar ba'zida o'zini jamiyatda keraksiz his qiladi, eshitilmagan, tushunilmagan bo'ladi. Ba'zilari oilaviy muammo, ruhiy bosim yoki tengdoshlari ta'sirida noto'g'ri yo'llarga kiradi. Ammo bularning barchasining oxiri bir xil: og'riq, fojia va afsus. Giyohvandlik bu muammolardan vaqtinchalik qochish hissini beradigan tuzoqdir. U sizni orzularingizdan, insoniy qadringizdan va eng asosiysi hayotingizdan ayiradi. Esda tuting, hayot bu sinov, lekin hech bir sinov sizni giyohvandlikka mahkum qilmaydi. Siz kuchlisiz, siz tanlov qila olasiz va eng to'g'ri tanlov hayotni tanlashdir.